Assalamu alaikum hörmətli qarindaşlar. Hammalarınki mush vaqt xeyirlik olsun. Bugün cuma namazını qaytib ketishim uyga. Belki hayatımda o'qigan eng musibatlik, qayg'uliq bir cuma namozi bo'ldi deb o'ylayman qarindoshlar. Virginiyadagi Uyg'ur sentrda cuma namoz qilayotgan qarindoshlarimga rahmat aytaman, chunki ular nayti ahamiyatlik cuma o'qiydi ekan. Balkim dunyoda bundaq ahamiyatli cuma o'qiydigan insonlar pek az bo'lishi kerak. Vatanimizdagi insonlar vafot bo'lgan vaqtda biz musulmonlik bo'lish suhbatimiz bilan, musulmon bo'lish suhbatimiz bilan ularningki badanini yuvib tarab, chiroyli xasilab bularni ko'mmaymiz qarindoshlar. Namozni tushirmaymiz. Namozni tushirish vatanda ig'ir jinoyat. Namozni tushirganligi uchun dadasining, onasining namozini qilganligi uchun jazo lagerligiga ilib ketilgan, turmaga solangan nurg'un Uyg'urlar bor. Agar vatanimizda kamplarda o'ltirilayotgan, jazo lagerlarida o'ltirilayotgan, badanlari ko'ydirib o'tilgan yoki bo'lmasa vatanda kamplarning sirtida bo'lsa-mu tugab ketib, ularni bizningki islomiy qoida usullarimiz bo'yicha ko'mmayotgan qarindoshlarimiz bo'lsa, Virginiyadagi Uyg'ur sentrda juma namozi o'qiyotgan qarindoshlarimiz her cuma günü g'iyobiy janoza namozi qildi ekan. Chunki har kuni Xitoylar Uyg'urlarni o'ldirib turdi. Har kuni lagerlarda Uyg'urlar o'ldi. Har kuni o'layotgan Uyg'urlarni biz balki namozsiz yaga shu Xitoy kofirlarini qanday ko'mgan bo'lsa, shunda ko'mishga majbur qilayotgan Uyg'urlar bo'lishi mumkin. Avval men Virginiyadagi shu suyimlik qarindoshlarimga rahmat aytaman. İkincisi, benim bir inim batı. Bir kozak inim emas, lekin benim bir inim. Dostum, qarindoshim, ninki dadisi tugab ketdi qarindoshlar. Bugun shu vatandagi shahid bo'lgan qarindoshlarimiz bilan birga shu tugab ketgan dadisiga, bizmo shu qarindoshimizning tugab ketgan dadisiga g'iyobiy janoza namozi qildik qarindoshlar. Bu apandim merhum ballarını ait yaxşı yetiştirgen, naiti vatanperver yetiştirgen, vatandan sırtıga o'qishga chiqartgan, mush ballarim bo'lsin qutulib ketsin deb chiqargan bir aile ekan tuq. Shu odam 2 yil lagerda qolibdi, lagerdan chiqqandan keyin, balkim 1-2 yildan keyin mana tugab ketdi qarindoshlar. Nurg'un qarindoshlarimiz lagerdan chiqqandan keyin uzun yashamaydi ekan. Yaş bir yaşta mana bugün g'iyobiy janoza namozi qildik qarindoshlar. Ko'nglim yerim, nimishqa yerim. Chunki biz ularningki tugab ketganiga yig'laymizmi yoki bo'lmasa ularningki eng so'yganlarimizning, ota-onamizning, urug' tuqqanlarimizning, qavm qarindoshlarimizninki eng oxirgi minutlarda ularning qishida bulanmaganligimiz uchun yig'laymizmi yoki ularningki o'lgandan keyinmi, vafot bo'lgandan keyinmi, shahid bo'lgandan keyinmi bir o'zimizning diniy usullar bo'yicha ularni dafn qilolmaganligimiz uchun yig'laymizmi yoki bo'lmasa qarindoshlar nimaga yig'laymiz bilmadim qarindoshlar. Va balki biz Uyg'urlar dünya bo'yicha eng ig'ir zulmga uchrayotgan, düşmanimiz eng vahshiy, eng nachar, eng chuprandi bir düşmanimiz var qarindoshlar. Balkim Xitoyni biz tushadigan razil bir düşman yo'q dunyoda hech qanday bir millatning. İnsaniyat tabiqasining eng tuvan tabiqasi mana Xitoy kommunistlariga qarindoshlar. Eng nachiri, eng jirginishligi Xitoy kompartiyasiga qarindoshlar. Mana shu Xitoy kompartiyasi va Xitoy kommunist tajovuzlari biz bichara Uyg'urlarga musallat bo'lib ketgan qarindoshlar. Mushu anlaqi minutlarda dadasining qichida bulanmagan qarindoshim qarab ko'nglim yerim bo'ldi. Sizlarningmi ota-onalaringiz va meningmi ota-onam bor? Men o'ylab qoldim. Mening urug' tuqqanlarim, mening ota-onam, mening dadam tugab ketsa, buning badanini kim yuvadi dadamniki? Kim xasila, kim o'ra,
kim namazını düşüre, kim köme qarindaşlar. Bilinmeymiz. Çünkü belki Uygurlarını kömüşmü bir cinayet. Belki ulanınki g'usl taritini ağzışmı bir cinayet qarindaşlar. Mana şu Uygurlar en ahiret ölgendimi aramquda ölenmeydigan bir milletkenmiz. Ve muşundaq bir vaqtda biz azap çekip meydilerimizge azap ve okubetinimizni meydimizge tengip qarindaşlar. Keçisi yastıqni quchoqlab yig'laymiz qarindaşlar. Biz mi insan, biz mi yig'laymiz? Amma biz yastıqni quchoqlab yig'lab urutqanlarimizni ko'rinmay, ko'rishamay qilayotgan shunday azoblarni chekayotgan vaqtimizda vatanga xo'shal xo'ram berib kelayotgan qarindoshlarimiz bor. Ular bizning qarindoshlarimiz. Qaysi kuni bir narsa yozgandim. Falastinlik bir lider o'lsa, Uyg'urlar duo qildi ekan, motamsiz ekan. Uyg'urlarni setayotgan musulmonlar duo qildi ekan, motamsiz ekan. Uyg'urlarni qirg'in qilayotgan Xitoylar duo qildi ekan, motamsiz ekan. Yani motamsiz ekan duo qilmasimi? Va biz Uyg'urlar ham o'lgan vaqtimizda o'zimiz bilan o'zimiz qoldi ekanmiz, bizga igi chiqadigan odam yo'q ekan. Hatto biz o'layotsak, bizningki o'limlarimiz bedeliga vatanga berib xo'shal xo'ram yashaydigan Uyg'urlar bor ekan. Mushu kamp masalalari chiqqan vaqtida hayron qoladim. Hey, mushu Uyg'urlarni mushunchalik qirg'in qilib atsa, o'zining ota-onasini mushunchalik qirg'in qilib atsa, o'zining insonlarini mushunday qirg'in qilib atsa, o'zining sinf arkadagi savodoshlarini bunda qol berishgan, va'da berishgan og'inlarini, do'stlarini Xitoyga o'ttirib atsa, bu qanday qilib bular namoyish chiqmaydiganda deb o'ylaydim. Shu vaqtda bularning javoblari, agar bir kun vaziyat yaxshilanib ketib qolsa, Gung Chandangninki Jingsalari, Fangjinlari o'zgarib ketib qolsa, yana Uyg'urlarga shu vaqtda biz qaytib bora olamiz deb ashta o'ylaydigan tuqbular. O'ylab boqsam, bular xili strategik o'ylaydigan Uyg'urlar ekan. Bizdek 4 Uyg'urlar tırnaq ichida oldiga chiqib ko'rash qilibmiz, vatandagi zulmlarni dunyoga anglitimiz, qirg'inchilikni qabul qilibmiz, qonunlarni o'tkazibmiz. Ammo qarindoshlar, ammo u jiroqni ko'rar, bilimlik dona Uyg'urlar vaziyatning yaxshiligini saqlab ekan, yaxshishini. Demak, vaziyat yaxshilandi bugun tırnaq ichida. Ular bizningki qilgan bütün emgeklerimizni yo'q chiqarish badaliga vatanga berib, o'ynab kelyapti qarindoshlar. Qag'mayman, tillamayman, badduo qilmayman. Ammo Quzzat Altay Allohning dargohiga berib, men o'zimdan hisob berman, ulardan hisob bermayman. Ularni o'zlaridan hisob berdi. Men Allohning adolatiga ishonaman. Mushu qarindoshlarimiz turkumlab qirg'in qilinayotgan bir vaziyatda bizningki azob hukumatimiz badaliga to'lagan badallarimizning badaliga vatanga berib o'ynab kelayotganlar. Alloh xo'shallik qilsin. Ama biz hemimiz Xitoyni tushunamiz qarindoshlar. Xitoy hargiz sizdan bir narsa olmay turib bermaydi. Xitoy hargiz bulardan savol so'ramay, bularni akirib, so'roq qilmay, bulardan uchramay, istihborot olmay, sotqizmay, bularni kirgizmaydi va chiqargizmaydi. Va bilaman qarindoshlar, sizlar borgan vaqtida bizlarni so'raydi, sizlarni so'raydi, ammo ular shu yerdan sog'-salomat chiqqan bo'lsa, balkim büyük ihtimal ilib berib chiqadi. Ammo bilib qilinglar, sizlar olgan hamma narsaninki hisobini oladigan bir Alloh bor. Biz bichara Uyg'urlarga garchi Uyg'urlar xoinlik qismi, musulmon xoinlik qismi, turk xoinlik qismi, insoniyat xoinlik qismi, yana shu Uyg'urninki bir Allohsi bor. Alloh xoinlik qilmaydi bizga. Shuning hisobini so'raydi, qarindoshlar. Endi hammamizninki bedel to'lagan qarindoshlarimiz hammamizning urtuqqanlari bor. Bizga qachon keladi deb o'ylaymiz mush kunlarni. Ammo shuni bilib qo'yinglar qarindoshlar. Biz ichimizdagi bu azob uqubatni vatanni qutuldirishga bir kuch-quvvat qilib ishlatamiz qarindoshlar. Biz bu ichimizdagi azob uqubatni qarindoshlar Xitoy kompartiyasininki gumron bo'lishiga, Xitoy davlatining gumron bo'lishiga, vatanimiz Sharq Turkistonning mustaqil bo'lishiga, shu yerda oxiri tashlab qo'yib ketib qolgan savoddoshlarimiz, muallimlarimiz, maldiki qo'shnilarimiz, urtuqqanlarimiz qarindoshlar, shularni qutuldirishga biz mushuni kuch-quvvat qilib ishlatamiz qarindoshlar. Hargiz ularni unutib qolmadik, hargiz ularni tashlab qo'ymaymiz.
Qarindoshlar. Men bilaman, biz uchun, ular uchun bayram bugun, vatanga berib atgan Uyg'urlar uchun bir bayram. Ammo men bilaman, bizlar uchun bir motam, qarindoshlar. Ammo bir millatni %95 qutuldurmaydi qarindoshlar. Bir millatni %5 qutuldurdi. Shu namoyish qilayotgan insonlar %5'ti. Guvohlik berayotgan insonlar %5'ti. Ko'rash qilayotgan insonlar %5'ti qarindoshlar. Mushu %5 biz Xitoyga tetimiz. Mushu %5 biz Xitoy kompartiyasini vayron qilamiz. Mushu %5 Xitoy iqtisod jontumlarini, ashu mushu jontumlarini shoh kesgandek hammasini kesimiz qarindoshlar. Xitoyni gumron qilamiz, vatanni mustaqil qilamiz va unutib qolmaymiz. Qarindoshlarimiz vatanga berayotgan, baramlayotgan urutqanlarniki azob oqibatlarini, seg'inishlarini bizga o'xshash maydisiga tingib yotgan qarindoshlarimiz ma'yuslanmayli. Ma'yuslanmayli qarindoshlar. Xitoy gumron bo'lmaydigan bir qarindoshlar rejim yo'q. Gumron bo'lmaydigan bir zolim diktatorlik yo'q qarindoshlar. Hamon bir kun gumron bo'ladi. Vaqt masalasi. Shu vaqtgacha sabr qilishimiz kerak. Sabr qilish bilan birlikda qarindoshlar unutib qolmay kurashga davom qilish kerak. Kurashga davom qildi. Xitoy kompartiyasi vayron bo'lguncha vatanimiz Sharq Turkiston mustaqil bo'lguncha qarindoshlar bu kurashlarimizni tashlab qo'ymaylik. Hammalarniki juma kunlar muborak bo'lsin qarindoshlar. Bir-birimizga duo qilaylik. Allohga emanet.